Xo'sh, ekranimiz ko'ringan bo'lsa, misollarni boshlaymiz. Demak, birinchi misolimiz 1 taqsim a plus 1 taqsim b plus 1 taqsim simiz 2 ga teng bo'lsa, quyidagining qiymatini hisoblang. Demak, nima qilamiz? Mana shu kasrning suratini mahrajiga bo'lib yuboradigan bo'lsam, bizda nima hosil bo'ladi? 2a plus 1 ni a ga bo'ladigan bo'lsak, 2 plusdan 1 taqsim a, keyingisi 3 plusdan 1 taqsim b, keyingisi 4 plusdan 1 taqsim s bo'ladi. Bizda 1 taqsim a plus 1 taqsim b plus 1 taqsim s ning qiymati 2 ga tengligi ma'lum. Bundan 2, 3, 4 ni qo'shadigan bo'lsak 9 va mana bu 1 taqsim a plus 1 taqsim b plus 1 taqsim s mizning yig'indisi 2 ga tengligidan, demak ifodamizning qiymati 11 ga teng bo'ladi. Mana B javob. Keyingi misolimiz x uchun quyidagi shartlar berilgan bo'lsa, qaysi javob to'g'ri? Demak, ahamiyat beradigan bo'lsak, x imiz musbat son, lekin uning darajasi mana 1 dan katta darajasi x ning o'zidan kichik. Bundan xulosa qilsak bo'ladi, x imiz 0-1 oralig'idagi musbat son. Xo'sh, 0-1 oralig'idagi musbat son bo'lsa, endi qarang. A, B, S'larga ahamiyat beradigan bo'lsak, suratlar bir xil. Demak, mahraji kattasi kichik bo'ladi. 0-1 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, qaysining mahraji katta bo'ladi? X ning albatta kichik darajasining mahraji katta bo'ladi. Bundan eng kattasi, mana shu shart bajariladigan bo'lsa, eng kattasi ildiz osti x. Xo'sh, undan keyin mana x kvadrat, undan keyin x bo'ladigan. Hozir sal adashdimmi? Eng kichigidan boshlab ketaverim. Eng kichigi x kvadrat, keyin x, keyin ildiz osti x mana. Demak, eng kattasi ildiz osti x. Bundan bilishimiz mumkin, bimiz eng kichkinasi. Bimiz eng kichkinasi bo'ladigan bo'lsa, simiz eng kattasi bo'ladi. Unda demak quyidagi tengsizlik o'rildi. B, A, S mana. Mana D javob. Uchinchi misolimiz kvadrat tenglamaning ildizlari uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'lsa, A ning qiymatini toping. Xo'p, mana shu kvadrat tenglamani biz keltirilgan kvadrat tenglamaga tushiradigan bo'lsak, ya'ni 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x ning kvadrati xo'sh minusdan ax plusdan 1 taqsim 2 teng 0 bo'ldi mana. Bundan x1 ga x2 ni qo'shadigan bo'lsak, Viet teoremasiga ko'ra a ga teng. x1 ga x2 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi mana shu Viet teoremasini biz mana bu tenglik uchun qo'llaydigan bo'lsak, qarang. 2x1 ning kvadrat 2x1 taqsim qilaman. x1 plus x2 miz a ga teng. A plus 1. A plus 1 ning kvadrati 2x plus 2x1 ning kvadrati bo'lsin, alohida yozaylik. Shunda plus. Keyingisi 2x2 ning kvadrati, ya'ni 4x2 ning kvadrati taqsim yana a plus 1 ning kvadrati bo'lsin. Teng 3. x1 plus x2 ning o'rniga a ni qo'ydik-da. Xo'p, mahrajimiz bir xil. Mahrajimiz bir xil bo'ladigan bo'lsa, demak biz suratlarni qo'shamiz. Bundan bizda mana 4x1 ning kvadrati plus 4x2 ning kvadrati keladi. Bundan ham 4 ni chiqaradigan bo'lsak, x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati taqsim a plus 1 ning kvadrati. Mana teng 3 ga teng. Endi x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati mana bu yerda yozib qo'yaman. x1 ning kvadrati plus x2 mizning kvadrati p kvadrat minus 2q ga teng. P kvadrat minus 2q ga teng bo'ladi. Ya'ni x1 plus x2 ni qarz kvadratdan 2x1 x2 ni olganimizda teng bo'ladi. Shunda p kvadrat minus 2q miz a kvadrat minus 1 ga teng bo'ladi. Mana. Demak, endi buni x1 kvadrat plus x2 ning kvadratining o'rniga a kvadrat minus 1 ni olib kelsak va mahrajni tenglikning o'ng tarafiga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? 4 a kvadrat
minus 1 teng 3a kvadrat plus 2a plus 1 mana. Ana endi mana shu kvadrat tenglamani hisoblasak. Xo'sh, 4a kvadrat 3a kvadratni bu tarafa o'tirsak, to'g'ridan to'g'ri a kvadrat. Keyin 3 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6a, bu tarafa o'tirsak minus 6a. Xo'p, minus 4, mana bu plus 3, mana bu yerimiz minus 7 bo'ladi. Teng 0. Shunda bu a minus 7, a minus 1. Amiz 7 ga teng bo'lib qoldi. Tenglik o'rinli bo'lsa, a ni hisoblang. A plus 1 ekan mana bu joyimiz. A plus 1 mana teng 0 bo'lsa, biz a 7 ni olamiz. A minus 1 ni olmaymiz. Sababi a minus 1 mana bu yerda aniqmasiga olib kelib qoladi. Shunda a teng 7 bo'ladi javob. A teng 7. Qaysi javob? D javob ekan mana. 4-chi misolimiz. Berilgan ifodalardan foydalanib a plus 1 ni ildiz ostida a plus 1 ni toping. A ni topadigan bo'lsak, amiz nimaga teng? 1 plus 2011 taqsim 2 ko'paygan 2011 ga mana. Teng 2012 2 ga bo'ladigan bo'lsak 1006 ko'paygan 2011. Xo'sh, endi b ni topib olamiz. B ni topadigan bo'lsak teng 1 plus 2012 taqsim 2 ko'paygan 2012 bo'ladigan bo'lsa, mana 2012 bilan 2 ni qisqartirib yuborsak, nima bo'ladi? 1006 ko'paygan 2013. Endi biz a plus b ni hisoblaydigan bo'lsak, mana qo'shib yuborsam, bunda 1006 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, 2011 plusdan nima bo'ladi? 2013 bo'ladi. 2011 plus 2013 imiz bu 2 ko'paygan 2012 ni beradi. Mana 2 ko'paygan 2012. Demak, mana bu 1006 ko'paygan 2 miz ham 2012 ni beradigan bo'lsa, a plus b miz 2012 ning kvadratiga teng bo'lib qoladi. Bundan mana a plus b miz 2012 ning kvadrati bo'lsa, mana bundan ildiz ostida a plus b miz nimaga teng bo'ladi? 2012 ning o'ziga teng bo'ladi. Xo'sh, mana siz javob. Keyingi misolimiz 5-misol. Ushbu tenglamadan foydalanib x ning qiymatini toping. Ya'ni tenglikning ikkinchi tarafini biz gradsiantdan qutqaraylik. Gradsiantdan qutqaradigan bo'lsak nima hosil bo'ladi? Xo'sh, 125 ning x-inchisi minus 1 teng 4, 5 ning 1 taqsim 3-inchisi minus 1 taqsim mana kub ildiz osti 5 ning kubi minus 1 ning kubi. Ya'ni 5 minus 1 bo'ldi. 4'lar bilan ketdi. 125 ning x-inchisi bu 5 ning 3x-inchisi bo'ladi. 5 ning 3x-inchisi minus 1imiz teng bo'ladi. 5 ning 1 taqsim 3-inchisi minus 1 ga. Minus 1'lar ham ketdi. Demak 3x'imiz 1 taqsim 3 ga teng. Bundan x ni topadigan bo'lsak, x'imiz 1 taqsim 9 ga teng bo'ladi. Mana D javob. 6-misolimiz. Xo'p, sekans x minus kosinus x taqsim sinus x. Endi mana shu yerda bir nimani yozib o'tdik. Bumuz 1 taqsim kosinus x ga teng. Ma'lumot uchun. Demak, kosekansimiz 1 taqsim sinus ga teng bo'ladi. Sinus x ga teng bo'ladi. Mana shuni o'rniga qo'ysak. Mana shuni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, birinchi holatda 1 taqsim kosinus
x minus kosinus x taqsim sinus x qiladigan bo'lsak, teng. Makhraj sanab yuborsam va mana bu makhrajni keyingi mana bu yerga tushiradigan bo'lsam, nima hosil bo'ladi? 1 minus kosinus kvadrat x taqsim kosinus x ko'paygan sinus x mana. Teng bo'lsa. Surat sinus kvadrat x ni beradi va sinus bilan buni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, sinus x taqsim kosinus x bo'ladi. Endi ikkinchisiga kelamiz. İkincimiz kosinus x taqsim sinus x minusdan 1 taqsim sinus x bo'ladigan bo'lsa, mana makhrajdagi ifodaga makhraj saylayman, buning makhraji nima qiladi? Suratga chiqadi. Shunda sinus x kosinus x taqsim sinus kvadrat x minus 1 bo'ldi. Bumuz nimaga teng? Bu minus kosinus kvadratni beradi. Shunda bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak, minusdan sinus x taqsim kosinus x ga teng bo'ladi mana. Endi qarama-qarshi sonlar hosil bo'ldi. Mana shu qarama-qarshi sonlar yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Mana siz javob. Ya'ni sinus x taqsim kosinus x bu tanginus x ni beradi. Tanginus x minus tanginus x imiz mana. To'liq yo'llab ketadi. Teng 0. Xo'p, davom qilamiz. Rasmda ABC teng tomonli uchburchak tasvirlangan. Uchburchakning ichiga rasmdagidek 3 ta bir xil doiralar chizilgan. B'simiz 12 plus 6 ildiz osti 3 ga teng bo'lsa, doira radiusini toping. Xo'sh. Mana bu doiraning markazi bo'lsin. Mana bu ham doiraning markazi bo'lsin. Endi qarang. Mana shu doiralarning markazlarini tutashtiradigan bo'lsak, mana shu DF'imiz bizda DF'imiz 4 R ga teng bo'ladi. Agar mana bular R bo'ladigan bo'lsa, yerdan bo'ladigan bo'lsa. Endi mana shu yerdan bisektris o'tkazadigan bo'lsak, bu muntazam. Demak, mana bu yerimiz necha gradus bo'ladi? 30 gradus bo'ladi. Agar bu yerimiz 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, B'dimiz bizda ildiz ostida 3 R ga teng bo'ladi. Xuddi shunday F'imiz ham ildiz osti 3 R ga teng bo'ladi. Endi mana shu uchalasining yig'indisi 4 plus 2 ildiz osti 3 ko'paygan R'imiz, mana shu 4 talasini qo'shadigan bo'lsam, demak B'siga teng, ya'ni tomonga teng bo'ladi. Xo'p, bundan ham 3 ni chiqarib oladigan bo'lsak, mana 3 ko'paygan nima bo'ladi? 4 plus 2 ildiz osti 3 bo'ladi ekan. Shunda bular qisqardi. Yerimiz nechaga teng bo'ldi? Yerimiz 3 ga teng bo'ldi. Mana da javob. Davom qilamiz. Fx funksiya berilgan. F minus 1 6 ning qiymatini toping. Bunda F minus 1 x imiz Fx funksiyaning teskari funksiyasi. Demak, bizda bir qoida bor. Mana agar F a'miz b ga teng bo'ladigan bo'lsa, F minus 1 b'miz a ga teng bo'ladi. A ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi bizda mana F minus 1 6 turibdi. Demak, nima qilamiz? 2 ning x'inchisi plus 1 minus 2 ni 6 ga tenglaymiz. Mana bo'ldi. Hozir biz x ning qiymatini topadigan bo'lsak, demak, biz F minus 1 6 ni nechaga tengligini aniqlagan bo'lamiz. Bundan 2 ning x plus 1-inchisi teng 8. X plus 1imiz 8 2 ning kubi 3 ga teng. X'imiz esa 2 ga teng bo'ladi. Mana C javob. Xo'p, 9-misolimiz. Logaritm 3 asosiga ko'ra 5imiz a ga teng bo'lsa, logaritm 5 asosiga ko'ra 2imiz b ga teng bo'lsa, logaritm 2 asosiga ko'ra 45 ni a va b orqali ifodalang. Xo'sh. Demak, logaritm 2 asosiga ko'ra 45 ni yozsak.
Mana. Bu nimaga teng bo'ladi? Logaritm 2 asosga ko'ra 5 plyusdan logaritm 2 asosga ko'ra 9. Xo'p, bumuz ham teng. Logaritm 2 asosga ko'ra 5 plyusdan 9imiz 3 ning kvadrati bo'lsa, 3 ning kvadrati shunda daraja oldiga tushadigan bo'lsa 2 ko'paygan logaritm 2 asosga ko'ra 3 bo'ldi mana. Bizda logaritm 5 asosga ko'ra 2 ma'lum. 1 taqsim b ga teng. 5 asosga ko'ra 2 miz b ga teng. Bundan logaritm 2 asosga ko'ra 5imiz 1 taqsim b ga teng bo'ladi. Demak biz logaritm 2 asosga ko'ra 3 ni hisoblashimiz kerak. Xo'sh, buni qanday qilib hisoblaymiz? Qarang, buni yuqoriga hisoblab qo'ying. Agar mana shu ikkalasini ko'paytirsam, a ko'paygan b teng bo'ladi. Logaritm 3 asosga ko'ra 5 mana ko'paygan logaritm 5 asosga ko'ra 2. Mana shu joyda 5 tani qisqartirib oladigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? Logaritm 3 asosga ko'ra 2 hosil bo'ladi. Mana. Demak, a-miz logaritm 3 asosga ko'ra 2 bo'ladigan bo'lsa, logaritm 2 asosga ko'ra 3imiz 1 taqsim a-ga teng bo'ladi. Xo'p, endi o'rniga qo'yish qoldi xolos. Logaritm 2 asosga ko'ra 5imiz, demak 1 taqsim b ga teng ekan. Plyusdan logaritm 2 asosga ko'ra 3imiz 1 taqsim a ga teng ekan. Oldidagi 2 bilan 2 taqsim a bo'ladi. Ana bunga a dan beradigan bo'lsak, yig'indimiz nimaga teng bo'ladi? A plus 2 taqsim A plus 2 taqsim A ga teng bo'ladi. Mana A javob. Xo'p, 10-misolimiz. Shaklda minimum nuqtasi -1, 2 bo'lgan y teng ax kvadrat plus bx plus c funksiyaning grafiki tasvirlangan. A plus b minus c ning qiymatini toping. Endi qarang, 0 ni qo'yadigan bo'lsak, mana c bo'lishi kerak, 0 da 5. Demak, c ning qiymati topildi. C ma'lum grafikda. C teng 5. Endi biz nima qilishimiz kerak? Endi biz a va buni topishimiz kerak. Xo'sh, -1imiz bu x0. X0imiz nimaga teng? X0imiz minusdan b taqsim 2a ga teng. Shunda demak, bundan -1 teng minusdan b taqsim 2a bo'ladigan bo'lsa, b'miz 2a ga teng bo'ladi. Endi b ning o'rniga 2a ni qo'yadigan bo'lsam, menda quyidagicha kvadrat funksiya hosil bo'ladi. Ya'ni y teng ax ning kvadrati plyusdan 2ax plus 5. Ana. Endi mana shu joyda x ning o'rniga -1 ni qo'ysam, y-imiz 2 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, -1 ni qo'yadigan bo'lsak, 2 teng a minus 2a plus nima bo'ladi? 5 bo'ladi. Bundan a ni topadigan bo'lsak, a'miz 3 ga teng. A'miz 3 bo'ladigan bo'lsa, b'miz 6 ga teng. Mana. Endi shartni bajaramiz. 3 plus 6 minus 5. Bu ham 4 ga teng ekan. Mana da javob. 11-masalamiz Hasan va Husan. Va bularning 7 nafar o'rtoqlar orasidan ixtiyoriy tanlangan 3 kishining orasida Hasan va Husan bo'lish ehtimolini toping. Demak, biz ixtiyoriy 3 ta kishini tanlashimiz kerak. Nechta kishining ichidan? 9 tasini ichidan. Birinchi holat bo'yicha. Bu jami kombinatsiyalar soni bo'ladi. Ya'ni n bo'ladi bu. N teng c 9 dan 3. Hop, bu 9 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 6 faktorial bo'ladigan bo'lsa, mana 9 faktorial bilan 6 faktorialni qisqartiradigan bo'lsak, 7 ko'paygan 8 ko'paygan 9 taqsim 2 ko'paygan 3 bo'ldi. 4 qisqarsak, demak n'imiz 7 ko'paygan 12 qilib turaveramiz. Shunday holatda qo'yib turaveramiz. Chunki qisqartiramiz hozir. Endi bizga imkoniyat tug'diruvchi elementlar soni, ya'ni ehtimollikning klassik ta'rifini qo'llashimiz kerak bu yerda biz. M'ni topadigan bo'lsak,
M nimaga teng bo'ladi? 3 kishi tanladik. Qarang, 3 kishi tanladik. Ular orasida Hasan va Husan bor. Bunda nima qilamiz? İşimiz oson bo'lishi uchun biz dastlab Hasan va Husanni olamiz bu tarafga. Demak, 2 kishi tanlandi o'sha bizda. Endi necha kishi tanlashim kerak? Endi bitta kishi tanlashim kerak. Nechtasini orasidan tanlayman? 7 ta o'rtog'ini orasidan tanlayman. Hasan Husanni qo'yamiz va 7 ta o'rtog'ini ichidan bitta kishi tanlaydigan bo'lsam, jami 7 xil kombinatsiya ham bo'ladi. Tushunarli axir. Shunda m'imiz 7 ga teng bo'ladi mana. M 7 ga teng bo'ladi. Endi ehtimollikning klassik ta'rifiga ko'ra PA'miz teng bo'ladi M ning N ga nisbati. Ya'ni 7 taqsim 7 ko'paygan 12. Mana 7 talar qisqaradigan bo'lsa, bumuz 1 taqsim 12 ga teng bo'ladi. Mana D javob. Xo'p, davom qilamiz. 12-misolimiz. Tekislikka unga tegishli bo'lmagan nuqtalardan perpendikulyar va ikkita og'ma tushirilgan. Og'malardan birining uzunligi 18 ga, bu tekislikka 30 gradus burchak hosil qiladi. Ikkinchisining uzunligi 60 ga gradus hosil qilsa, ikkinchi og'maning uzunligini toping. Mayli topamiz. Mana nuqta. Mana birinchi og'mamiz. Mana ikkinchi og'mamiz. Endi birinchi og'mamiz tekislik bilan 30 gradus burchak hosil qilsa, mana shu yerimiz 30 gradus bo'ladigan bo'lsa va bu og'maning uzunligi 18 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana to'g'ri burchak uchburchak hosil bo'lgan. Masalan, A nuqtadan O B S qiladigan bo'lsak, A O B'miz bu to'g'ri burchakli uchburchak. A O'miz tekislikka perpendikulyar. Shunda nima bo'ladi? 30 gradus burchak qarshidagi katet gipotenuzaning yarmiga tengligidan AO'miz 9 ga teng bo'ladi. Endi mana bu S burchagimiz 60 gradusga teng ekan. Mana bu 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, SO'miz 3 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Endi S burchagimiz 60 bo'ladigan bo'lsa, AO'miz mana bu 30 bo'ladi bizda. Ve 30 gradus qarshidagi katet gipotenuzaning yarmiga tengligidan A'simiz nimaga teng bo'ladi? 6 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Mana shu javob. Xo'sh, davom qilamiz. 13-masalamiz. A to'plamning elementlari 72 sonning natural bo'luvchilaridan tashkil topgan bo'lsa, A to'plamning elementlar sonini toping. Demak, biz 72 ning natural bo'luvchilar sonini topishimiz kerak ekan. Buning uchun 72 ni nima qilamiz? Tub ko'paytuvchilarga ajratib chiqishimiz kerak. 72 miz teng bo'ladi 8 ko'paygan 9 ga. 8 imiz esa 2 ning kubi, 9 imiz 3 ning kvadrati. Mana 3 ning kvadrati. Endi natural bo'luvchilar sonini topadigan bo'lsak, darajaga 1 ni qo'shib ko'paytirishimiz kerak. 2 ning kubi, ya'ni 3 plus 1, 2 plus 1. 4 ko'paygan 3 imiz 12 ga teng ekan. Mana D javob. Xo'p, 14-misolimiz. Ifodani soddalashtiring. Keling, birinchi ishimiz mana bu yerni soddalashtiramiz mana shu. Mana shu soddalashtiramiz. Minusni chiqarib qo'yadigan bo'lsak, bizda nima bo'ladi? Sinus 6 alfa minusdan 14 pi taqsim 3 plusdan sinus 6 alfa plusdan 8 pi taqsim 3 mana. Mana shunda nima hosil bo'ladi? Endi buni keltirish qilsak ham bo'ladi. Keling, ko'paytmaga o'tib ketaylik. Abi oxirida soddalashtirishni to'g'ri keladi. Ko'paytmaga o'tadigan bo'lsak, 2 sinus 6 alfa minusdan 14 pi taqsim 3 plusdan 6 alfa plusdan 8 pi taqsim 3 taqsim 2 bo'ladi. Ko'paygan kosinus 6 alfa minus 14 pi taqsim
minusdan 6 alfa minusdan 8 pi taqsim 3 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, teng. Endi qarang. Bunda bizda sinus 6 alfa demak 14 pi dan 8 pi ni oladigan bo'lsak 6 pi 3 ga bo'ladigan bo'lsak 2 pi. Uni ham 2 ga bo'ladigan bo'lsak pi bo'ldi. Ya'ni teng 2 sinus 6 alfa minus pi bo'ldi. Keyingisi bular ketdi. 14 pi ga 20 8 pi ni qo'shadigan bo'lsak 22 pi. Uni ham 2 ga bo'ladigan bo'lsak 11 pi. Ya'ni kosinus nima bo'ldi? 11 pi taqsim 3 bo'ldi mana. Kosinus 11 pi taqsim 3 imiz 1 taqsim 2 ga teng. Mana bo'lsa minusdan sinus 6 alfa ga teng. Shunda qiymat nimaga teng bo'ladi? Minusdan sinus 6 alfa ga teng bo'ladi mana. Ana endi soddalashtirib oldik. 1 minus sinus 6 alfadan 2 mi diyor? 2 ekan. 2 minus sinus 6 alfadan olamiz minusdan sinus 6 alfani. Demak bular ketdi. Natija nimaga teng bo'ldi? 2 ga teng bo'ldi. Demak qiymatimiz 2 ga teng ekan. Mana D javob. 15-misolimiz. Yig'indidagi juft sonlar bittaga orttirilib, toq sonlar ikkitaga kamaytirilsa, ning qiymati qanday o'zgaradi? Xo'p, 81 3 dan 3 6 9, birinchimiz 3. Bu yerda geometrik progressiya bor. Qumimiz 2. Xo'p, jami nechta xat bor? Jami 27 ta xat bor. Mana 1 dan 27 gacha qaraydigan bo'lsak. Endi mana shu 27 tasini 13 tasi juft. 13 tasi juft. 14 tasi nima bo'ladi? Toq bo'ladi. Endi qarang. Agar juftlarni bittaga oshtirsak, 13 tasini bittaga oshiramiz. Bu degani yig'indimiz 13 ga oshdi degani. Endi toqlarni ikkitaga kamaytirsak, demak 14 tani ikkitadan kamaytirishimiz kerak. Shunda jami biz 28 taga kamaytirgan bo'lamiz. Mana shu narsa yig'indini o'zgartiradi mana. Demak 13 ga 13 dan, ya'ni plus 13 ga minus 28 ni qo'shadigan bo'lsak, qiymat minus 15 mi? Endi xulosa beramiz, demak yig'indi minus 15 ga kamayadi. Agar natija musbat chiqqanda oshadi deb xulosa beradi. Mana bu javob. Xo'p, 16-misolimiz tenglamani yeching. 1 minus l ga 5 imiz l ga 2 ga teng. X ko'paygan l ga 2 teng l ga 2 ning x'inchisi plus 1 minus 1. X ning bu darajaga olib chiqsak va l galarni tashlab yuboradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? 2 ning x'inchisi teng 2 ning x'inchisi plus x minus 1. 2 ning x'inchilari ketdi. X minus 1 imiz 0 ga teng bo'ldi. Bundan x imiz 1 ga teng ekan. Mana javob. 17-misolimiz. Musbat hadli BN geometrik progressiyada B6 imiz logaritm 2 asosiga ko'ra x, B14 imiz logaritm x asosiga ko'ra 64 ga teng bo'lsa, B10 ning qiymatini toping. Endi mana shu joyda progressiyaning hadlarning xossalarini foydalansak, ya'ni B6 ni B14 ga ko'paytirganimiz B10 ning kvadratini beradi. Ana B6 imiz logaritm 2 asosiga ko'ra x. B14 imiz 64 imiz 2 ning 6-chisi. Ana shuning uchun 6 ni oldiga tushirib olsak, 6 ko'paygan logaritm nima bo'ladi? X asosiga ko'ra 2 bo'ladi. Bu ham B10 ning kvadrati. Mana bular ketdi. Shunda bizda B10 imiz musbat hadli bo'lgani uchun ildiz osti 6 ga teng bo'ladi. Mana A javob. Rasmdagi 18-misolimiz ma'lumotlardan foydalanib uyning balandligini toping. Endi qarang.
Mana shu joyda A'miz 120 va DAC burchagimiz 30 gradus. 30 gradus qarshidagi katet gipotenuzaning yarmiga tengligidan D'simiz 60 ga teng bo'ladi. A'simiz esa 60 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Endi BAC to'g'ri burchakli uchburchak qaraydigan bo'lsak, BAC to'g'ri burchakli uchburchagimizning A burchagi 45 gradusga teng. Bundan bu to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari tengligi kelib chiqadi. Xo'p, ya'ni B'simiz A'siga teng. B'simiz A'siga teng mana. B'dimiz H bo'ladigan bo'lsa, shunda 60 plus H'imiz 60 ildiz osti 3 ga teng bo'lsa, ana H'ni topadigan bo'lsak, 60 ildiz osti 3 minus 60 ga teng bo'ladi. Mana A javob. Keyingi misolimiz tenglamani yeching. Ahamiyat beradigan bo'lsak, mana buni x kvadrat minus 4 qiladigan bo'lsam, oldingi ishora plus bo'ladi va bular ketadi. Shunda bizda nima qoladi? 4x kvadrat teng 16 bo'ladi va bizda x kvadrat teng 4 bo'ladi. X kvadratimiz 4 bo'lishi mumkin emas. Chunki bizning kasrimizda x kvadrat minus 4 turibdi. Mahrajimiz 0 bo'lishi mumkin emas. Ana shuning uchun biz bo'sh to'plamni olib chiqaramiz. Xo'sh, keyingi misolimiz 20-misol. Rasmda ko'rsatilgan kran konus ichiga doimiy bir xil suv oqib tushadi. Agar konusning bo'yalgan qismi 4 minutda to'lgan bo'lsa, butun konus necha minutda to'ladi? Bunda endi hajmlar nisbatidan ketamiz. Mana bu bo'yalganning hajmi V1 bo'ladigan bo'lsa, butun konusning hajmi V bo'lsin. Shunda V1 ning V ga nisbati H ning butun, ya'ni katta konusning balandligi 3 H ga teng mana. 3 H ga nisbatining kubi bo'ladi. Shunda 1 taqsim 27 bo'ladimi? Endi vaqt proporsiyasi ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni mana bu V1imiz T1 da to'ladigan bo'lsa, katta V'miz T da to'ladigan bo'lsa, T1 ni T ga nisbati ham 1 taqsim 27 ga teng bo'ladi. Bundan 27 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, T'miz 108 ga teng bo'ladi. Mana C javob. Xo'sh, 21-misolimiz. Mana shu F1 emas, F' o'zi aslida F' qilingan. F' ni toping deydi. Endi F' nimaga teng? F' mana shu 5x kvadrat minus 3x ga teng o'zi aslida. F' x'imiz 5x kvadrat minus 3x ga teng bo'ladi. Endi bundan F' 2 ni topadigan bo'lsak, 5 ko'paygan 4 minusdan 3 ko'paygan 2. Ya'ni 20 dan 6 ni oladigan bo'lsak, nimaga teng bo'ladi? 14 ga teng bo'ladi. Mana A javob. 22-misolimiz. ABC markazi doiralar tashqi tomondan urinadi va ular tomonidan bir-biriga urinadi. Xo'p, A'miz 6, B'simiz 8 bo'lsa, markaz A nuqta aylananing radiusini toping. Endi qarang, mana buni R1 qilsam, mana bu R1 bo'lsin. Mana bu R2 bo'lsin. Xo'p, shunda mana bu yerimiz ham R2 bo'ladi. Mana bu R3 bo'lsin. Shunda mana bu yerimiz ham nima bo'ladi? R3 bo'ladi. Endi bizda R1 plus R2'miz, ya'ni A'miz 6 ga teng. B'simiz R1 plus R3'imiz nimaga teng? 8 ga teng. R2 plus R3'imiz esa mana 10 ga teng bo'ladi. Gipotenuza. Katetlari 6 va 8 bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi. Bizdan R2 ni topish so'ralgan. Shunda mana bu birinchi 2 tengliklarni olib beradigan bo'lsak, R3 minusdan R2 teng 2 bo'ladi. R3 plus R2'miz esa 10 ga teng bo'ladi. Sistemani yana olib beradigan bo'lsam, chunki R2 ni topishim kerak. 2 R2'miz 8 ga teng bo'lsa,
Xo'sh, R2'miz 4 ga teng bo'ladi. Mana B javob. 23-misolimiz. Raqamlardan tuzilgan, takrorlanmaydigan barcha to'rtxonali sonlar nechta? Mana 4 ta raqam berganmiz. Mana shu 4 ta raqamni takrorlanmaydigan qilib to'rtxonali son tuzishimiz kerak. Nima qilamiz degani? Mana shu 4 ta raqamni o'rinlashtiramiz, ya'ni o'rin almashtiramiz. O'rin almashtiramiz demoqchiman. O'rin almashtiramiz. Shunda bu nima bo'ladi? 4 faktorial bo'ladi mana. P n teng 4 faktorial. 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan 4. 24 ga teng. Mana da javob. 24-misolimiz. A plus B plus C'miz 10 ga teng bo'lsa, mana 1 taqsim A plus B, xo'p, 1 taqsim B plus C, 1 taqsim A plus C'miz 4 taqsim 5 ga teng bo'lsa, quyidagini toping. Keling, ikkalasini ko'paytirib beramiz. Ikkalasini ko'paytirib beradigan bo'lsak, nima bo'ladi? A plus B plus C ko'paygan 1 taqsim A plus B, 1 taqsim B plus C, 1 taqsim A plus C. Teng, mana 10 ni 4 taqsim 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 8 ga teng bo'ladi. Endi qavsani ochib bersak. Qavsani ochgan paytimizda shunday qilib ochaman. Mana shuni har birisiga ko'paytirib chiqaman. Shunda A plus B plus C taqsim A plus B. Hop. A plus B plus C taqsim B plus C. Keyingisi A plus B plus C taqsim A plus C. Nechaga teng? 8 ga teng. Hop, bundan mana endi har bir kasrni shaklini o'zgartiradigan bo'lsak, qarang. A plus B plusdan C taqsim A plus B qilib yozaman birinchi kasr. Mumkinmi yozishim? Mumkin albatta. Keyingisini B plus C taqsim B plus C plusdan A taqsim B plus C qilib yozaman. Xo'p, undan keyingisini A plus C taqsim A plus C plusdan B taqsim A plus C qilib yozaman. Bo'lmasa 8 ga teng. Endi A plus B taqsim A plus B'miz 1 ga teng. Mana bumuz ham 1 ga teng. Mana bumuz ham 1 ga teng. Shunda biz axtarib turgan C taqsim A plus B plusdan A taqsim B plus C plusdan B taqsim A plus C'miz 8 dan 3 ni oladigan bo'lsak 5 ga teng bo'ladi ekan. Mana A javob. Xo'p, davom qilamiz. 25-misolimiz. Muntazam oltiburchakning tomoni 6 ga teng. Shu oltiburchakning tomonlarining o'rtasi ketma-ket tutashtirildi. So'ngra hosil bo'lgan tomonlarning o'rtalari yana tutashtirildi va hokazo. Hosil bo'lgan barcha oltiburchaklar perimetrlar yig'indisini toping. Endi mana shu katta perimetrning yig'indisi, ya'ni katta oltiburchak perimetrimizning yig'indisi 6 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsam 36 ga teng. Endi qarang, qanday holat yuz bergan bu yerda? Mana shu yerda oltiburchak chizadigan bo'lsam, mana muntazamlab qaraylik shuni. Xo'p, mana shu tomonlarning o'rtalarini tutashtirganmiz. Endi mana shu tomonlarni o'rtalarini tutashtirishdan hosil bo'lgan oltiburchakning tomoni nimaga teng desak, biz bitta tomon topib olsak bo'ldi bunda. Buning uchun kichik diagonal o'tkazamiz. Mana kichik diagonalimiz bu tomon A bo'ladigan bo'lsa, mana bu nima bo'ladi? A ildiz osti 3 oladi. Shunda mana bu tomonimiz A ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Chunki o'rta chiziq. Ana keyingi oltiburchagimizning tomoni, hop, buni A1 qiladigan bo'lsam, 6 ko'paygan ildiz osti 3 taqsim 2 ga, ya'ni 3 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi ekan. Endi buni perimetrini hisoblaydigan bo'lsak, perimetrni hisoblasak, P1'imiz
6 ko'paygan 3 ildiz osti 3 bo'lsa, demak bu 18 ildiz osti 3 ga teng bo'ldi. Cheksiz davom qilayotgandan biz tushunishimiz mumkin, bu cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Bundan q'ni topadigan bo'lsak, q'miz 18 ildiz osti 3 ning 36 ga nisbati, bumiz ham ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu birimiz 36. Xo'p, endi cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, S teng 36 taqsim 1 minus ildiz osti 3 taqsim 2. Ya'ni 2 ni yuqoriga barib bersak 72 taqsim 2 minus ildiz osti 3. Mana. Endi buni ratsionaldan qutqarsak nima bo'ladi? 72 ko'paygan 2 plus ildiz osti 3 bo'ladi. Mana javob. 26-misolimiz. Ildiz ostida x plus 3, xo'p, tenglamaning ildizi x0 shunday bo'lsa, logaritm x0 asosiga ko'ra 64 ni toping. Mayli, demak tenglamani yechishimiz kerak ekan dastlabki holatda. Nima qilamiz? Ildiz osti x plus 3 ni t qilsak mana. T plus 4 taqsim t plus 3 teng 2. Endi maxraj solib yuborsak, ya'ni tenglikning ikkala tarafini ham t plus 3 ga ko'paytirib yuborsak, t plus 3 plus 4 teng 2 t plus 3 bo'ladi. Xo'p, bundan t kvadrat plus 3t, mana bu 2t bilan plus t bo'ladi. Plus 4, mana bu 6 bilan minus 2 bo'ladi mana. Teng 0. Xo'sh, bundan t plus 2 t minus 1 mana. Teng 0. T'miz minus 2 ga teng ekan, t'miz 1 ga teng ekan. Albatta, ildiz osti x plus 3'imiz minus 2 ga teng bo'la olmaydi. Shuning uchun buni biz bo'sh to'plam qilamiz va ildiz osti x plus 3 ni 1 ga tenglaydigan bo'lsak, bundan bizda x plus 3'imiz 1 ga tengligiga keladi. Va x'imiz nimaga teng bo'ladi? Minusdan 2 ga teng bo'ladi. Ana x o'rnimiz minus 2 ga teng ekan. Shuning uchun mana bu yerda modulda bor degan ekanda. Demak, biz logaritm 2 asosiga ko'ra 64 ni hisoblashimiz kerak. Logaritm 2 asosiga ko'ra 64 imiz esa 6 ga teng bo'ladi. Xo'p, davom qilamiz. 27-misolimiz. Bundan oldingi 26 ma axir? 27-misolimiz. Rasmdagi konusga ichiga eng katta shar joylashtirildi va bu sharning hajmi 36 pi ga teng. Agar konusning balandligi 8 sm bo'lsa, konus asosining aylana uzunligi necha pi ga teng bo'ladi? Xo'p, qarang. Sharning hajmi berilgan 4 pi r kub taqsim 3. Bundan nimani topamiz? Y'ni topib qolamiz. 3 teng 36 pi bo'lsa, mana pilar ketdi. 4 bilan 36 ni qisqartiradigan bo'lsak, yerimiz 3 ga teng bo'ladi. Yer 3 oldi. Xo'p, yerimiz 3 bo'lsa, mana shu yerimiz 3 bo'ladigan bo'lsa, endi qarang. Bu xuddiki bizning ko'zimizga nima ko'rinib turibdi? TAB 3 burchakka sizlar aylanib bo'lib turibdi. Ana shu holat bo'yicha olib kelsak ham bo'lar edi buni o'zi. Xo'sh, bu yerimiz 3 bo'lsa, mana bu yerimiz ham 3 ga teng. Va bunimiz perpendikulyar. Endi bizda TO balandligimiz 8 ga teng bo'lgani uchun mana bu T dan markazgacha bo'lgan yerimiz 5 ga teng bo'ladi. Shunda bu qismi urinish qismi 4 ga teng bo'ladi. Endi qarang. Mana bu AO'miz R ga teng bo'lsa, mana bu yerimiz ham R ga teng bo'ladi. Endi biz nima qilamiz? Endi biz ATO to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Ya'ni TO'miz 8 ning kvadratini R ning kvadratini qo'shadigan bo'lsam, mana R plus 4 ning kvadratini beradi. Endi qarang. 6, 8, 10 Pifagor sonlari ekanligini bilgan holda kelishga, ya'ni buni kvadratga ko'tarib ishlab o'tiramiz. R teng 6 da o'rinli bo'ladi mana. Haqiqatda R ni 6 ni qo'yadigan bo'lsam, 8 ni kvadratiga 6 ni kvadratini qo'shadigan bo'lsam, 10 ni kvadratini beradi. Mana yerimiz 6 ga teng.
bizdan asosining aylanasining uzunligi so'ralgan. Demak, L teng 2 pi r. Mana 6 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 12 pi ga teng bo'ladi. 28-misolimiz. 28-misolimiz. Guruhda inglizcha yoki nemischa biladiganlar soni inglizcha va nemischa biladiganlar sonidan 8 marta ko'p. İngilizce biladiganlar soni 56 va nemischa biladiganlar soni 54 bo'lsa, faqat nemischa biladiganlar sonini toping. Xo'p, topamiz. Nima qilamiz? Qarang, A to'plam bo'lsin. Keyin B to'plam bo'lsin. Mana bu nemislar bo'lsin. Bumuz inglizlar bo'lsin. Guruhda inglizcha yoki nemischa biladiganlar soni. Qarang, yokisi bor. Demak, guruhda faqat ingliz tili biladiganlar yoki faqat nemischa biladiganlar, ya'ni bitta tilni biladiganlar, ikkita tilni biladiganlardan 8 marta ko'p bo'ldi. Endi faqat ingliz tili biladiganlar mana bu yerda joylashgan. Mana yarmini bo'yab qo'yaman. Faqat nemis tili biladiganlar mana bu yerda joylashgan. Kelishga. Ikkala tilni biladiganlar ham mana bu joyda joylashgan. Endi keling, mana shu yerda ikkala tilni biladiganlar ham x bo'ladigan bo'lsa, ya'ni x ta bo'lsin. Xo'p, shunda inglizcha biladiganlar 56 ta bo'ladigan bo'lsa, faqat inglizcha biladiganlar 56 minus x bo'ladi. Kelishga axir. Shunda ana umumiy ingliz tili biladiganlar 56 ta bo'ldi. Nemischa biladiganlar 54 bo'ladigan bo'lsa, faqat nemischa biladiganlar 54 minus x bo'ladi. Ana endi biz 56 minus x a 54 minus x ni qo'shganimiz mana bu x dan 8 barobar katta bo'ladi. Ya'ni 56 minus x plus 54 minus x imiz mana x ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak 8x ga teng bo'ladi. Bundan 10x imiz teng 110 bo'ladigan bo'lsa, x imiz 11 ga teng bo'ladi. Xo'p, bizdan nima so'ralgan? Bizdan faqat nemischa biladiganlar so'ralgan. Demak, 54 dan 11 ni oladigan bo'lsak, faqat nemischa biladiganlar 43 ta bo'ladi. Ana siz javob. Davom qilamiz. Tenglamaning ildizlar yig'indisini toping. Birinchi holatda har qanday sonning 0-darajasi 1 tengligidan foydalanamiz. Lekin bunda bir narsaga ahamiyat beramiz. Daraja 0 bo'lgan vaqtda asos 0 bo'lmasi kerak. Chunki men ham hozir qisman nimani xato aytdim. 0 dan farqli har qanday sonning 0-darajasi 1 teng. Ana shuning uchun birinchi holatda x kvadrat minus 6x plus 5 ni 0 ga tenglaymiz va ana shu tenglash jarayonida albatta endi bu yerda qanoatlantirmaydi, lekin keng sohalar qanoatlantirib qo'yish mumkin. Ana shunga ahamiyat bering. Shuning uchun urg'u qaratib o'tirman. Albatta ildizlarini topib tekshirib ko'rishimiz shart. Chunki 0 ning 0-siga olib qolish ehtimoli bor-da. 0 ning 0-siga olib qoladigan bo'lsa, bu aniqmaslik hisoblanadi. Xo'p, x kvadrat minus 6x plus 5 ni 0 qiladigan bo'lsak, mana x birimiz 1 ga, ya'ni x minus 5, x minus 1 bo'ladi. X ikkimiz 5 ga teng. Mana x birimiz 1 bo'lsa, ana qarang. 1 bo'lib qolsa, mana bu yer nima bo'ladi? 0 bo'lib qoladi. Demak, bu o'yindan chiqdi. Bu o'yindan chiqdi. 5 ni oldik yechim qilib. Endi modulda 4 minusdan 5 minus modul x ni nima qilamiz? 1 ga tenglaymiz. Chunki 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng. Endi bizga x kvadrat minus 6x plus 5 ning qiziqi yo'q. Xo'sh, bumuz 1 bo'ladigan bo'lsa, 5 minus x imiz bo'lishi mumkin 5 ga. Bunda x teng 0 bo'ladi. 5 minus x imiz modulda nimaga teng bo'lishi mumkin? Pastroqda yozorali. Xo'p, 3 ga teng bo'lishi mumkin. 3 bo'ladigan bo'lsa, x imiz 2 ga,
x'imiz 8 ga teng bo'ladi. Tenglamaning ildizlar yig'indisini toping. Xo'p, -1 bo'ladigan holatni ko'rdik. 5 x0 x10 qolibdi mana bu yerda. x10 qolibdi. x10. Shunda 25 bo'ladimi? 10 10 25. Mana B javob bo'ladi. 30-misolimiz. Tengsizlikning eng katta butun yechimini toping. Birinchi holatda aniqlanish sog' olamiz. Aniqlanish sog' olgan paytimiz 10x minus x kvadratni asli katta yoki teng 0 deb olishimiz kerak. Lekin mana bu yerda mana qat'iy bo'lgani uchun keling mana bu qat'iy qilib olib ketaveraman 0 dan katta deb. Chunki baribir bizga 0 ga teng bo'lgan nuqta kerakmaydi. Ana shuning uchun 0 ga teng emas holat, ya'ni 0 dan katta holatni olib kelsak ham bo'ldi. Bunda x ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak 10 minus x imiz 0 dan katta. Shunda x imiz qaysi oralikda bo'ladi? 0 10 oralig'ida bo'ladi. Endi mana shu 0 10 oralig'ida ildizimiz, mana bu ildizimiz har doim musbat qiymat qabul qilgani uchun ko'paytmamiz manfiy bo'lishi kerak. Shunda biz x kvadrat minus 2x minus 24 ni x kvadrat minus 2x minus 24 ni nima qilamiz? 0 dan kichik qilamiz. Bu ham bo'ladi. X minus 6 x plus 4 kichik 0. Ana buni ishlaydigan bo'lsak, minus 4 dan 6 gacha bo'ladi. Va umumiy javobimiz 0 dan 6 gacha bo'ladi. Umumiy yechim oralig'i 0 dan 6 gacha. Ana 0 dan 6 gacha bo'lsa, eng katta butun yechimimiz nechaga teng bo'ladi? 5 ga teng bo'ladi. Mana bu javob. Xo'sh, 31-misolimiz. Trapetsiyaning asoslari 4 12 ga teng bo'lib, AY ni Y ga nisbati 1 bo'lingan 2 bo'lsa, ABY ni SDY B ga nisbatini toping. Endi qarang. Mana shu joyda D nuqtadan nima o'tkazib bersam? Balandlik o'tkazib bersam. Va Y nuqtadan ham balandlik o'tkazib bersam. Mana D1, Y1 bo'lsin. Agar Y1imiz h bo'ladigan bo'lsa, D1imiz nima bo'ladi? 3h bo'ladi. Kelishga 3h bo'ladi. Xo'p, endi biz AYB uchburchak yuzini hisoblab bilamiz. Ya'ni S teng 1 taqsim 2 ko'paygan 12 ko'paygan h mana. Nimaga teng bo'ladi? 6h ga teng bo'ladi. Endi yashil sohaning yuzini hisoblaydigan bo'lsak, nima qilamiz? Dastlab trapetsiyaning yuzini hisoblaymiz va uchburchak yuzini olib tashlaymiz. Trapetsiya yuzini hisoblaydigan bo'lsak, S trapetsiyamiz 12 plus 4 taqsim 2 ko'paygan 3h. 16 2 ga bo'lsak 8 2 ga bo'lsam 8 8 ni 3 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? 24h bo'ladi mana. Endi mana bu yashil sohaning yuzasi shunda. S yashil qilib qo'yaraman. S yashil sohaning yuzasi 24h dan 6h ni olishimiz kerak. Mana 18h bo'ladi. Bizdan uchburchak yuzini, demak, mana bu to'rtburchak yuziga nisbatan topish so'ralgan. 6h ni 18h ga bo'ladigan bo'lsak, nima bo'ladi? 1 bo'lingan 3 bo'ladi. Mana D javob. 32-masalamiz. Birinchi idishda 10 tashar bo'lib, ulardan 8 tasi oq. Ikkinchi idishda 20 tashar bo'lib, ulardan 4 tasi oq. Har bir idishdan tavakkaliga bitta shar olinib, keyin bu ikki shardan yana bitta shar tavakkaliga olindi. Oq shar olinganlik ehtimolini toping. Endi qarang. Mana shu joyda biz shartli ehtimollik hamda to'la ehtimolliklardan foydalanamiz. Yo'q, shartli ehtimollikdan foydalanmaymiz ekan, alohida ekan. Ya'ni qanday bo'ladi? Qarang.
Birinchi holatda shartli ehtimollikdan foydalanamiz. Keling mana birinchi holatda qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni birinchi idishdan shar oldik, ana shu oq bo'lishi mumkin. Mana oq. Oqni plus qilsam, chunki keyingi svet bizga berilmagan. Keyingi svetni minus qilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Keling, birinchi holatda ikkalasi ham plus bo'lsin. Ikkinchi holatda birinchi idishda olganimiz oq, keyingi idishda olganimiz boshqa rang bo'lsin. Uchinchi holatda birinchi idishda olganimiz boshqa rang, ikkinchi idishda olganimiz oq bo'lsin va to'rtinchi holatda ikkalasi ham boshqa ranglar bo'lsin. Tushunarli axir. Endi bular o'zaro bog'liq bo'lmagan hodisalar bo'lgani uchun mana bu ikkalasida ham oq chiqish ehtimoli nimaga teng? Birinchi idishda 10 ta shar bo'lib, ulardan 8 tasi oq. Demak, undan oq olish ehtimolim 0,8 ga teng. İkinci idishda 20 ta shar bo'lib, ulardan 4 tasi oq. Demak, undan oq shar olish ehtimolim nimaga teng bo'ladi? 0,2 ga teng bo'ladi mana. Xo'p, shunda bumiz mana bumiz 0,16 ga teng. Ya'ni birinchi holatni bajarilish ehtimoli 0,16 ga teng. Keling, mana shuni sal kichkinaroq qilib yozaman. Chunki buni davomi ham bor. Mana 0,8 ko'paygan 0,2 qildik. 0,16. Endi ikkinchi holatga qaraydigan bo'lsak, bundan oq chiqish ehtimoli 0,8 ga teng. Bundan oq chiqish, ya'ni ikkinchidan oq chiqmaslik ehtimoli. Oq chiqish ehtimoli 0,2 madi. Demak, chiqmaslik ehtimoli 0,8 ga teng bo'ladi. 0,8 mana. Ko'paytiradigan bo'lsak 0,64 ga teng. Xo'p, keyingisida nima bo'ladi? Uchinchida oq chiqmaslik ehtimoli. Demak, oq chiqish ehtimoli 0,8 bo'ladigan bo'lsa, oq chiqmaslik ehtimoli 0,2 ga teng va oq chiqish ehtimoli 0,8 ga teng. Bumizni nechaga teng bo'ladi shunda? 0,16 ga teng bo'ladi. Va to'rtinchi holatimizda o'zi asli to'rtinchi holat shart emas bizga. Lekin buni ham ko'rib turibman, chunki to'rtinchi holatda biz tanlaydigan qutilarning ichida oq shar bo'lmasa, undan oq shar chiqmaydi. Lekin masalani to'la mohiyatini tushunishingiz uchun 4 ta holat bo'yicha ham ko'rib turibman. Bundan endi oq chiqmaslik ehtimoli xo'sh 0,2 ga teng bo'lsa, keyingisi nimaga teng bo'ladi? Minus. 0, plus bo'lsa, mana bu 0,2. Mana bu 0,2 ekan. Mana bu yerda xato qilibman. Xo'sh, plus bo'lsa 0,2 bo'ladi. 0,4 bo'ldi. Keyingisidan 0,2 ko'paygan 0,8 bo'lsa, 0,16 ga teng bo'ladi. Mana. Xo'sh, mana shu holatlarni qaradik. Endi shartlari keldi. Shartli ehtimolliklari keldi. Qarang. Agar birinchi holat yuzaga kelsa, ya'ni biz ikkita shart tanlashimiz kerak. Ikkitasidan bittasi oq bo'lishi kerak. Lekin ikkita sharimiz ham oq turibdi. Qaysi birisini tanlashimizdan qat'iy nazar qo'limizga oq shar keladi. pH1imiz nimaga teng bo'ladi? PaH1 deymiz. AH1imiz yoki AB qilaylik. PA1imiz, ABimiz 1 ga teng bo'ladi mana. Muqarrar hodisa. Ya'ni birinchi holatda biz oq shar olishimiz muqarrar hodisa. İkinci holatda PaB2'miz, ya'ni ikkita shar bor, bittasi oq, bittasi qora. Oq shar olish ehtimolimiz 1/2 ga teng. Keyingisida ham oq shar olish ehtimolimiz mana 1/2 ga teng. To'rtinchi holatda oq shar olish ehtimolimiz 0 ga teng. Bu mumkin bo'lmagan hodisa. Endi umumiy olganda oq shar olinganlik ehtimoli nimaga teng bo'ladi desak,
quyidagiga teng bo'ladi deymiz. Ya'ni 0,16 ko'paygan 1. 0,16 ko'paygan 1. Chunki bunda muqarrar hodisa. 0,64 ko'paygan 1 taqsim 2. Chunki bunda 50-50 ikkita tashar bor, bittasi oq. Keyingisi 0,4 ko'paygan 1 taqsim 2. Bunda ham 50-50. Ana shunda 0,16 plyusdan 0,32 plyusdan nima bo'ladi? 0,2 bo'ladi mana. Endi bularni qo'shsak 0,34 16 ham qo'shadigan bo'lsak 0,5 ga teng bo'ladi. Mana. Demak, oq shar bo'lish ehtimoli 0,5 ga teng ekan. Mana D javob. Xo'p, 33-misolimiz mulohazalarni moslashtiring. Muntazam ko'pburchakka tashsil aylananing radiusi a taqsim 2 sinus bo'lishi kerak edi. Ko'pburchakka tashsili ham bo'lsa, demak bir xato. Bir noto'g'ri bo'lgan ikkita javob bor bizda, B va D. Demak, A ni ustidan chizamiz, S ni ustidan chizamiz mana. Endi ikkinchi to'g'ri deylan. Demak, ikkinchini tekshirib o'tirman. Haqiqatda to'g'ri. Uchinchiga keladigan bo'lsak, silindrning yon sirtining yuzini topish formulasi 2πrh bo'ladi. Demak, uchinchimiz noto'g'ri. Mana to'g'ri deganni o'yindan chiqaramiz. Shunda B javob bo'ladi. Xo'p, 34-misolimiz. Ikki ishchi buyurtmani bajarishdi. Birinchi ishchi 1 soat ishlagandan so'ng ikkala ishchi birgalikda 4 soat ishladi va ishni 40% ni bajardi. Agar ishni birinchi ishchi ikkinchi ishchidan 5 soat ko'proq bajarsa, qolgan ishni birinchi ishchi necha soatda bajaradi? Demak, birinchi ishchi ikkinchi ishchidan 5 soat ko'proq ishlagan. Mana birinchi ishchimiz bor, ikkinchi ishchimiz bor. İkinci ishchi x soat ishlasa, shunda birinchi ishchimiz x plus 5 soat ishlaydi. Qanday jarayon bo'lgan? Demak, birinchi ishchimiz 1 soat ishlagan. Mana x plus 5 qilamiz. Ya'ni 1 taqsim x plus 5. Keyin ular birgalikda 4 soatda ishlashgan. Endi birinchi ishchi yana 4 soat ham ishlagan. 4 taqsim x plus 5. Plusdan endi nima bo'ladi? 4 taqsim x bo'ladi. Va ishni 40% bajarilgan. 0,10 dan 4 ga tenglasak 2 taqsim 5 bo'ladimi? Xo'p, soddalashtiradigan bo'lsak 5 taqsim x plus 5 plusdan 4 taqsim x teng 2 taqsim 5 bo'lsa, mana keling bu yerda endi tenglamani ishlab o'tiramiz, o'rnini qo'yib ketadigan bo'lsak. Masalan, x 20 bo'ladigan bo'lsa, 5 taqsim 25 1 taqsim 5 4 taqsim 20 1 taqsim 5 bajaradi ekan. X teng 20 bo'ladi mana. X teng 20 bo'lsa, qarang. Ya'ni ikkinchi ishchi bir ishni 20 soatda tugatadi. Shunda birinchi ishchi bir ishni 25 soatda tugatadi. Endi ishning qolgan qismini necha soatda tugatadi? 40% ish bajarildi. Necha qismi qoldi? 60% qoldi. Demak 0,6 ga ko'paytiramiz. 0,6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 15 soatda bajaradi. Mana B javob. 35-misolimiz. Ikki sonning o'rta arifmetiki 15 ga teng bo'lib, ular o'rta geometrigining 25% katta. Shu sonlar kvadratlarning yig'indisini toping. Shunda nimaga teng bo'ladi bu? O'rta arifmetik, o'rta geometrik. A plus B taqsim 2 miz teng bo'ladi ekan 1,25 ildiz osti A B ga. Xo'p, A plus B taqsim 2 miz 15 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ildiz osti A bimiz 15 ko'paygan 4 taqsim 5 bo'ladimi? Mana ketdi. Demak 12 ga teng. Endi shunda qarang. A bimiz 144 ga teng bo'lsa, A plus B miz 30 ga teng bo'lsa. Tanlasak bo'ladi. Tanlasak. 12, 24, 6 qilsak bo'ladi. 24 ni 6 ga ko'paytirsak 144, qo'shsak 30. Demak, A miz 24, B
Bimiz 6. Endi bularning kvadratlari yig'indisi 24 ning kvadrati 576 ga 6 ning kvadrati 36 ga teng. Tak, qo'shadigan bo'lsak 612 bo'ladi ekan. Demak, bu sonlarning kvadratlari yig'indisi. Mana C javob. Mana shu bilan demak bu mock testimizni tahlilini yakunladik. Agar misol ishlash jarayonida qandaydir xato kamchiliklar yo'l qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.